Секвтаско управляет процессом сбыта по всей цепочке, от приема заявок до доставки топлива потребителю. Благодаря внедрению цифровых решений мы обеспечили полную прозрачность процессов и высокую управляемость на каждом этапе. И это важный шаг к современной, эффективной и клиентоориентированной системе снабжения. Hozirgi kunda zavodimizda 20 xil turdan ziyod yorqin tusdagi va og'ir turdagi neft mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. Mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida buyurtmalar barchasi elektron tarzda qabul qilinadi. Bizning korxonamizda tayyor mahsulotlarni yuklash tizimi to'liq raqamlashtirilgan. Demak, har qanday korrupsion holatlarga yo'l qo'yilmaydi. Mijozlar avtotesternalariga tayyor mahsulotni yuklab berish jarayonini yana ham tezlashtirish maqsadida Farg'ona neft mahsulotlarini yuklash yangi terminali 2024-yil Sanek kompaniyasi tomonidan ishga tushirildi. Bu o'z o'rnida mahsulot oluvchilar vaqtini tejashga imkon beryapti. Sekvtasco MChJ Farg'ona terminalida biz mana ko'rib turganingizdek quyish ishlari hozir olib borilmoqda. Shu mahsulotni sotishdan boshlab to mahsulotni iste'molchiga yuklab jo'natishga bo'lgan hamma ishlar shu raqamlashtirish sab dasturida amalga oshiriladi. Ko'rib turganingizdek quyish jarayoni boshqa hammasi bizda shu eshikda monitor raqamlashtirilgan, o'zi shopir kelib o'zining navbatini bilishi, qachon hujjatini olishi, hammasi sab dasturga ulangan. Hozirgi kunda AI80, AI92 hamda dizel yoqilg'isi 3 xil mahsulot bo'yicha ishlayapmiz.